Assalomu alaykum. Yana bir obyektimiz. Bu joyimiz o'zlarimiz yaratdi. Bag'at Kedak ko'pirda. Bu shopsiz variantda, shobi yapılmagan gipli kamen bilan 1 kvadrat metr 60 ming so'mlik. Shobini yopib bersak 65 dan chiqadi. Mana qirib, tushirib tashlab ishlandi. Takina bir sloy rond pont, bir sloy kafelnikilay urib yopishtirildi. Shunday qilib tayyorlab berdik. Mart ayından zakazlar alıp başlayamiz. Gipli kamen, termotravertin, Xudo xolasa. Bag'at Kedak ko'pirda qilindi bu joyimiz. Qarani içine ak tashab berganmiz. Akni içine qara. Baland pataloq bo'ladi. Shuning uchun 2 qator qoldirildi. Yopishtirilmay. Nevest üstüler ham basılgan. Xudo xolasa. Material moyishi bemalol yuvib olsa bo'ladi. Yuvib ishlanadigan narsa. 10 yil kamida garantiyasi bor. Sokul kafel patolog bo'lsa, shuning hisobini olib 2 qator qara qo'yib berdik. Patolog shu yerdan keladi deb. Xudo xolasa, oddiy, chiroyli, skromniy bo'lib turibdi. Ko'chada bir bo'lib. Aynan davragina plastmassa ugalib qo'yilgan. Ham yaxshi, sifatli chiqadi ish. Xudo xolasa, shunday qilib ishlab berildi. Bu shopsiz, yana qaytarib aytaman, shobi gipli kamen bilan yapılmagan 60 ming so'mlik. Shoplisi 65 bo'ladi. Chunki shobini ham shu gipli kamen bilan yopib beramiz. Shuni hisobini. Like basıp podpiska olib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Telefon nomerlarimiz 94lik 460 0022. Telegram, WhatsApp var. Instagram kanalımızdan video joylab boryapmiz. Kafel basıp qo'yibdilar. Kafel metri 50 ming so'mdan yopishtirib beradilar. Gipli kamendiki 55-60 shopli bo'lsa 65-60 ishlanadi. Chunki shobini ham gipli kamen bilan yopish qiyin, ko'p vaqt oladi. Like basıp podpiska olib qo'yasizlar.